Siz ham Xiaomi Su7 modelini egasiga aylanishingiz mumkin. Va bu hali hammasi emas. Xiaomi'ning eng kutilgan yangi mahsulotlari yetib keldi. Xiaomi Su7 va Su7 Ultra model mashinalari. Birga 18 premium kolleksion model. Su7ning narxi 1.695.000 so'm. Su7 Ultra'ning narxi 1.895.000 so'm. Ultra Zin Magnetic Powerbank atiga 6 mm va magnitli simsiz quvvatlash. Narxi 764.000 so'm. Portable Photo Printer Pro telefoningizdagi rasmlarni bir necha soniyada chop etadi. AR foto funksiyasi ham bor. Narxi 1.598.000 so'm. Yarim avtomatik espresso mashinasi, 20 bar bosim, uy uchun haqiqiy kofe stansiyasi. Narxi 1.990.000 so'm. Yangi Xiaomi elektrik skuter 6 seriyasi, 70 km gacha yurish masofasi, kuchli amortizator va yangi dizayn. Narxi 5.790.000 so'mdan boshlanadi. Uy va ustaxona uchun yangi instrumentlar keldi. Bu drill ikkinchi versiyasi va gravirovka uchun nabor. Aqlli, kuchli va professional ishlash uchun. Yangi kompressor, Type-C quloqchin va sport butilkasi va yana ko'plab gadjetlar bor. Naqd karta, перечисление, korporativ karta va muddatli to'lov ham mavjud. Do'konlarimizga keling. Konsultantlarimiz sizga hammasini batafsil ko'rsatib berishadi va kommentariyaga yozing. Qaysi mahsulot sizga ko'proq yoqdi va qaysi birsiga obzor qilishimizni xohlaysiz?